Xonanda Manzuradan kutilmagan muhim xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Manzura 21 fevral kuni 48 yoshni qarshi oldi. San'atkor ushbu quvonchli sanani oilasi, turmush o'rtog'i va yaqin do'stlari davrasida nishonladi. Bayram kechasida video lavhalar xonandaning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Qisqa vaqt ichida ushbu lavhalar muxlislar e'tiborini tortdi. Manzura izohlaridan birida shunday deb yozdi: ajoyib kecha. Podshoyim, O'zbekistonimda yaqinlarim davrasida shukrona kunimni o'tkazdik. Dildoraning talabiga binoan kelin salomni Munojatjon ijrosida bayram muhiti milliy an'analar va samimiy lavhalar bilan bezatilgani ko'pchilikka manzur bo'ldi. Xonandaning muxlislari izohlardan unga sog'lik, salomatlik va ijodiy muvaffaqiyatlar tilamoqda, deyiladi xabarda.